oilalarga hasonatlar, to'ylar muborak bo'lsin. Yaratgan egamdan ikkalashga chiroyli taxtlar, chiroyli baxtlar, shirin shakar farzandlar, halolidan davlatlar tilaymiz. O'stirgan, o'ndirgan, mehnat qilgan, zahmat chekkan, bu uylarni qurib bitqizib ichini sarpala bilan to'ldirgan otalaru onalar, qaynona-yu qaynotalar, 2 yoshli go'zal yoshlarimizni rohatlanib ko'rib yurishsin. Ta'rifini eshitdik. O'zbegim restoranida judayam chiroyli nikoh ayyomi bo'lib o'tibdi. Endi shu tadbirni, marosimni, to'yimizning davomi sifatida mama meros bo'lgan kelin salom marosimini o'tkazishga yana sizlar bilan diydor ko'rishdik. Hurmatli aziz mehmonlar, sekin astalik bilan yorga sadolar ila ichkarida o'tirgan mehmon xudojonlar, mezbon xudojonlar davramizga chorlasakda ismlari jismlariga yarashgan, husnda tengsiz, balohatda yagona bo'lgan Shahzodaxonni davramiz markaziga chorlasak deymiz. Yoshlar qo'shiq aytsinlar. Kelasi shu kunlarda Allohim ularni Farhodjon bilan Shahzodaxonni otalik, onalik maqomi bilan ham siylasin ilohim. 2 tomon xudo andalari birgalikda davron suraylar. Ko'z tegmasin, xudochilik ming yilchilik bo'lsin. Oldi berdi, bordi keldi bo'lib uzoq yillar nevaralarga bosh bo'lib yurishni 2 tomon ota-onalarga nasib etsin.